ko'zaning og'zini yerga qaratib, ichidagilarni to'kish uchun silkitibdi. Lekin hech narsa tushmasdan ichidan burqsib tutun chiqa boshlabdi. Birpasda yer va osmonni tutun bosib ketibdi. So'ngra tutun yig'ilib quyuqlashibdi. Bir aylanibdi-yu, dev tusiga kiribdi. Uning beso'noqay oyoqlari bahaybat bo'lib, bo'yi balandligidan boshi bulutga tegar emish. Og'zi o'pirilgan o'ra singari qo'rqinchli, tishi esa o'ynab chiqqan qirrali toshga o'xshar emish. Burun kataklari karnayga o'xshab, ko'zlari yonib turgan o't kabi qip-qizil cho'g' emish. Badanidagi hurpaygan tuklari uni yana ham mudhish bir tusga kiritganmish. Buni ko'rgan baliqchining jon-poni chiqib, a'zoyi badani qaltiray boshlabdi. Qo'rqqanidan tishlari takkillab, ko'z oldi qorong'ilashganidan oldidagi yo'lni ko'ra olmay qolibdi. Dev baliqchini ko'rib, "Men seni hozir azoblab o'ldiraman" debdi. "Ey mal'un, seni suv ostidan quruqlikka chiqarib, zindondan qutqazdim. Endi meni nega o'ldirasan?" deb so'rabdi baliqchi. "Mening sarguzashtimni eshit" debdi dev baliqchiga xitob qilib. "So'zni qisqa qil" debdi ovchi. "Jonim halqumimga keldi." "Men" debdi dev so'z boshlab, "Morid devlaridan bo'laman." Izoh: Morid devlar toifasidan bir xili. Menga Sulaymon o'zining vaziri Osif ibn Burxiyoni yubordi. U meni mensimay zo'rlab keltirib Sulaymonga ro'baro qildi. Sulaymon mendan o'ziga itoat qilishni talab qildi. Men rad etdim. Rad javobini olgan Sulaymon shu ko'zani keltirishni buyurib, meni ko'za ichiga joylatdi. Og'zini qalaylatib, jinlarga buyruq berdi. Ular meni daryo o'rtasiga tashlashdi. Daryo tagida 100 yil qolib ketdim. O'z-o'zimga kim meni shu balodan qutqarsa, umr bo'yi uning xizmatini qilay dedim. 100 yil o'tdi, lekin hech kim meni qutqazmadi. Yana 100 yil o'tdi. Qutqazgan kishiga boylik beray deb ahd qildim. Hech kim qutqazmadi. Nihoyat yana 100 yil o'tdi. Kimki meni qutqarsa 3 tilagini beraman deb qasam ichdim. Hech kim qutqazmadi. Bu holga sira chiday olmay g'azablandim. Meni kim qutqazsa o'ldiraman, lekin o'ldirishdan avval o'zidan qanday o'ldirishni so'rayman deb qasamyod qilgan edim. Sen meni o'limdan qutqazding, shuning uchun seni qanday qilib o'ldiray? Baliqchi devga iltimos qilibdi. Ammo dev qattiq turib, uni o'ldirajagini aytibdi. Baliqchi shu she'rni o'qibdi. Ularga onchinon qildik yaxshilik, ular bizga qildi eng yomon qiliq. Mujirning onasi Omirga o'xshab, bizga ham yomonlik qaytdi shekillik. Baliqchi o'zicha, u dev bo'lsa, men aqlli, sohibi tadbir inson bo'laman-u, uning makru hiylalaridan yengilsam, menga uyat emasmi deb o'ylabdi. Keyin devga qarab, o'limdan qutula olmasligimga astoydil ishondim. Ammo sendan bir narsani iltimos qilib so'rayman, rostini ayt. Bu ko'zaga qanday qilib sig'ding? Bunga bir qo'ling, loqal bir oyog'ingga ham sig'maydi-ku. Bu ishga juda hayronman debdi. Mening bu ko'zadan chiqqanligimga ishonmaysanmi? Debdi baqirib dev. O'z ko'zim bilan ko'rmaguncha hech ham ishonmayman debdi baliqchi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 4-kecha. Ey saodatli shoh, deb so'z boshladi Shahrizod. Baliqchining so'zini eshitgan dev bir silkinibdi-da, tutunga aylanib hamma yoqqa yoyilibdi. Keyin asta-sekin ko'zaga tusha boshlabdi. Tutun tamom bo'lishi bilan baliqchi ko'zaning og'zini uzuk naqshli qalay qopqoq bilan berkitibdi. Devga qarab, "Xo'sh, endi qalaysan? Qanday o'lim bilan o'lasan?" deb qichqiribdi. "Men seni daryoga tashlayman-da, o'zim shu yerga imorat qurib, baliqchilar kelsa bu yerda odamxo'r dev bor, deb ularni qaytaraman" debdi.
Dev o'zining aldanganligini bilib, "Men senga hazillashgan edim" deb tipirchilab ko'zidan chiqishga harakat qilibdi-yu, lekin chiqa olmabdi. "Ey devlarning olchog'i" debdi baliqchi. "Sen inson bilan o'ynashding. Endi ko'zaning ichida yotganing yotgan." Keyin u ko'zani daryo labiga keltiribdi. Nima uchundir dev "Yo'q, yo'q" der, baliqchi esa "Ha, ha" dermish. Nihoyat dev "Nima qilmoqchisan?" debdi mayin ovoz bilan. "Seni daryoga tashlayman. 800 yilmi, ortiqroqmi, o'lguningcha va o'lganingdan keyin ham suv ostida abadiy qolasan. Boshda meni qutqaz, o'zingga ham yaxshi bo'ladi. Meni o'ldirma, o'zing ham uzoq umr ko'rasan deb aytdim. So'zimga quloq solmading. Meni aldamoqchi bo'lding. Endi o'zing qo'lga tushding. Ikkovimizning ishimiz Yunon podshohining vaziri bilan Hakim Ro'yon voqeasiga o'xshashdir." "Xo'sh, Hakim Ro'yon voqeasi nimadan iborat?" deb so'rabdi dev. Yunon shoh, vazir va Hakim Ro'yon hikoyasi. Qadim zamonda Rum mamlakatining yerlarida Forslar shahrida bir podshoh yashagan ekan. Uning ismi Yunon shoh deb mashhur bo'lgan ekan. U benihoya badavlat bo'lib, bisotida har turli mol, qurol va har xil boyliklar ortiq darajada ko'p ekan. Uning badanida pes kasali bor ekan. Tabiblar, hakimlar uni davolashdan ojiz ekanlar. Unga qarshi ichadigan, suradigan, sepadigan biror dori qolmay hammasini ishlatilibdi-yu, ammo hech qaysisi foyda bermabdi. Yunon shohning shahriga qayoqdandir yoshi ulug' bir hakim kelgan ekan. Uni Ro'yon hakim deb atashar ekan. U olim kishi bo'lib, yunoncha, forscha, rumcha, arabcha, suryoncha tillarda gapirishga juda mohir ekan. Tib ilmi va ilmi nujumda olamda tengi yo'q ekan. U ilmlarning butun qoidalarini, barcha asoslarini to'la o'zlashtirib olgan ekan. Bu sohada nimalari foydali, nimalari zarar ekani bekamu ko'z bilar ekan. O'simliklarning turlarini ninasidan to ipigacha bilar. O'simliklar ildizi, tanasi, bargi uning oldida tilga kirar ekan. Falsafa ilmida ham hech kimdan qolishmas ekan. Turli kasalliklarni davolashda dong taratgan hakim ekan. Bir necha kundan keyin Hakim Ro'yon shoh voqeasini eshitibdi. Uning kasalini hech kim davolay olmaganini bilibdi. Ertasi o'zining yaxshi kiyimlarini kiyib, shoh huzuriga kirib ta'zim qilibdi. Shohga doimiy davlat, bitmas tuganmas baxt saodat tilab duo qilib, o'zining tabib ekanini bildiribdi. "Men", debdi hakim, "tabiblar davolay olmagan bu kasalingizni davolash uchun keldim. Xohlasangiz hech narsa ichirmasdan, hech narsa surtmasdan davolayman." Yunon shoh bu so'zga taajjublanib hakimga: "Agar bu kasalimga davo topsang, buning evaziga katta mukofotlar beraman. Tilagan tilaklaringga yetkazaman. Bola chaqalaringga katta in'om, ehsonlar beraman. Seni o'zimga maslahatchi qilib, do'stlik munosabatida bo'laman" deb sarupo kiygizibdi, zo'r hurmat ko'rsatibdi. Shoh "Dori darmonsiz tuzatishing to'g'rimi?" deb yana so'rabdi. "To'g'ri, sizning badaningizga ozor bermay davolayman", debdi hakim. "Ey hakim", debdi shoh hayratlanib, "bu ishni qaysi soatda boshlaysan? Iloji bo'lsa tezlatish kerak." Hakim bosh ustiga deb itoatkorlik bilan shoh huzuridan chiqibdi. Bir uyni ijaraga olib, kitoblarini, dori-darmonlarini, xushbo'y ildizlarni shu uyga tushiribdi. Ildiz va boshqa dorilardan o'rtasi kovak chavgon yasabdi. Unga mos kaptok ham ishlabdi. Izoh: chavgon, kaptok urib o'ynaydigan yog'och dasta. Bu ishlarni taxt qilib, ertasi ertalab shoh saroyiga tomon yo'l olibdi. Saroyga kirib, shoh huzurida ta'zim qilibdi. Shohni maydonga chiqib, chavgon o'ynashga taklif qilibdi. Shoh oldida
amirlar, vazirlar va boshqa davlat arboblari bor ekan. Hakim o'tirmasdan shohga chavgon bilan kaptokni tutqazibdi-da debdi. Chavgonning dastasidan ushlaysiz. Shu bilan kaptokni butun kuchingiz bilan urib o'ynaysiz. Kaptok ketidan chopib, yetgan yerda yana urasiz. Qo'llaringiz, badallaringizdan ter chiqquncha o'ynaysiz. Shunda dori kaftingizdan badaningizga tarqaladi. Ter chiqib, dori ta'sir qiladi, singib ketadi. Shundan keyin uyga qayting, hammomga kirib yuvining, darddan qutulasiz. Shoh darrov chavgonni qo'liga olibdi. Hakim aytgan usulda o'ynay boshlabdi. O'yinni kuzatib turgan hakim ter chiqqanini, dori badanga ta'sir qilganini sezibdi-da, darhol uyga qaytib, hammomga tushishni buyuribdi. Yunon shoh o'yinni to'xtatib, shoshilinch uyga yo'l olibdi. Hammomni boshqalardan bo'shatishga buyuribdi. Shoh hammomga tushibdi, yaxshilab yuvinib, kiyimlarini kiyib chiqibdi. Jayroniga minib, uyiga qaytib kelgach uxlabdi. Ro'yon hakim ham o'z uyiga kelibdi. Ertasi tong otgach shoh huzuriga yo'l olibdi. Saroyga kelib shoh huzuriga kirishga ruxsat so'rabdi. Shoh ruxsat bergach qasrga kirib ta'zim qilibdi. Shoh o'rindan turib uni quchoqlab o'pibdi. O'z yonidan joy berib qimmatbaho saropolar kiydiribdi. Chunki shoh hammomdan chiqqach badanida peslik kasalidan asar ham qolmabdi. Badani oppoq kumush singari top toza bo'lib qolibdi. Shoh benihoya sevinibdi. Ko'kragi tog'dek ko'tarilib, olam ko'ziga ravshan bo'lib ko'rinibdi. Tong otgach shoh devonga kirib taxtga o'tiribdi. Davlat arboblari ham shoh huzuriga kirishibdi. Hakim ham kirib boribdi. Shoh hakimni ko'rgach o'rindan turib o'z yonidan joy ko'rsatibdi. Darrov saroy dasturxoni yozilib, shoh hakim bilan birga ovqatlanibdi. Keyin u bilan suhbat qila boshlabdi. Kech kirgandan keyin shoh hakimga qimmatbaho saropolardan tashqari 2000 dinor pul beribdi. O'zining yo'rg'asiga mindirib uyiga kuzatibdi. Yunon shoh hakimning donoligiga qoyil qolibdi. Bir narsa ichirmay, surtmay, hakim badanimning tashqarisidan davoladi. Hikmat bundan ortiq bo'lmas. Shuning uchun bu kishiga har qancha in'om bersam oz. Hakimni doim o'zimga maslahatchi qilib foydalanishim kerak deb o'ylabdi. Kasaldan qutulganligi uchun shoh kechani benihoya shodlik bilan o'tkazibdi. Tong otgach yana birinchi kundagi ahvolning aynan o'zi takrorlanibdi. Faqat bu gal qimmatbaho saropo va bo'lak mukofotlar baravarida 1000 dinor pul ham beribdi. Hakim shohga minnatdorchilik bildirib uyiga qaytibdi. Tong otgach shoh har kungi odati bo'yicha devonga chiqibdi. Amirlar, vazirlar va boshqa devon arboblari shoh huzuriga yig'ilibdilar. Shohning nazari past, birovlarni ko'rgani ko'zi yo'q, qora yurak, och ko'z, baxil, birovlar gul taqsa, tikani unga qadaluvchi bir vaziri bor ekan. Shoh bilan hakim orasidagi bu do'stlikni ko'rib, uning ko'zlari qinidan chiqib ketibdi. Hakimga berilgan mukofotlar uning yuragiga otilgan o'q kabi qadalibdi. Bu qadar mehribonlikni izdan chiqarish uchun u har xil hiyla va nayranglar izlay boshlabdi. Hiyla va nayranglarni topish uchun kechalari uxlay olmabdi. Nihoyat o'zicha hiyla ishlatishga kirishdi. Shoh huzuriga boribdi-da, uning qarshisida tiz cho'kib yer o'pibdi-da, "Ey asrimizning pushti panohi", debdi u. "Sen hammaga ehsonni behisob tarqatgan zot, senga muhim bir maslahatim bor. Agar aytmasam, qarshingda jinoyat qilgan bo'laman. Ma'qul bo'lsa so'zlayin", debdi. Hayajonga tushgan shoh g'azab bilan "Qanday maslahat?" deb so'rabdi. "Ey ulug' shoh", debdi vazir, "qadimgilar puxta mulohaza yuritmaganlarning kelajagi fojiali deganlar.
Ko'ryapmanki, bugun shoh o'z dushmanini hurmat qilmoqda. Oyog'iga bolta urmoqchi bo'lgan kishiga izzat ikrom ko'rsatyapti. Unga eng yaqin do'stlaridek hadiyalar qilyapti. Men bu noto'g'ri harakatdan benihoya xaftaman. Shoh g'azabdan rangi oqarib, kim to'g'risida gapirayotirsan? Dushman bo'lgan kishiga yaxshilik qilayotgan kim ekan debdi. Uxlagan bo'lsang ko'zingni och ey shoh, men Hakim Ro'yon haqida gapirayotirman. U mening jonajon do'stim. Nazarimda undan ko'ra hurmatliroq kishi yo'q. U meni hech kim tuzata olmagan darddan xalos qildi. Dunyoda o'zidan kuchli, o'zidan dono hakim yo'qligini amalda ko'rsatdi. Qaysi jur'at bilan sen shunday dono kishini qoralaysan? Men shu kundan boshlab unga har oyga 1000 dinor maosh tayinlayman. Haqiqatda esa unga mamlakatimizni bo'lib bersam ham kamlik qiladi. Shubhasiz bu so'zlarni sen hasad bilan aytayotirsan. Senga qo'shilishib hakimni o'ldirsam, shoh Sindbod singari pushaymon bo'lishim muqarrar. Shoh Sindbod voqeasi hali xotiramdan ko'tarilganicha yo'q, debdi shoh achchiqlanib. Sindbod voqeasini gapirib bersang, deb so'rabdi vazir. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. Ey saodatli shoh, deb so'z boshladi Shahrizod. Yunon shoh Sindbod voqeasini hikoya qilibdi. 4-trek. 5-kecha.